Bugun 11-aprel. Biz bayram arafasidamiz. Ertaga xalqaro kosmonavtika kuni. 20-asrning so'ngiga qadar insoniyatning koinot haqidagi bilimlari nazariyligi bilan chegaralangan edi, ammo 1961-yilning 12-aprel sanasida inson bolasi ilk bora Yer sayyorasidan tashqariga chiqa olgan. Bu esa inson fikrlash doirasini fizik jihatdan ham kengayishiga sabab bo'lgan. Umuman olganda koinot haqida o'rganilmagan sirlar juda ko'p. Bizning ilk lavhamiz ham ayni mavzuda. Marhamat, tomosha qilamiz. 12 апреля 1951 года выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Insoniyatning koinotga eng birinchi parvozi bundan 64 yil avval amalga oshirilgan. O'shanda fazogir Yuriy Gagarin o'zining Vostok kosmik kemasida Yer atrofida orbital parvozini muvaffaqiyatli yakunlaydi. Bu o'sha davr uchun sensatsiya edi. Hozir esa hatto koinot turizmi xizmatlari ham bor. Soha shu darajada odimlab ketdiki, 2024-yilda kosmik sanoatning iqtisodiy ulushi salkam 600 milliard dollarni tashkil qildi. Bu raqam 2033-yilga borib 1 trillion dollarga yetishi taxmin qilinmoqda. Orbiting Now veb-sayti ma'lumotiga ko'ra, Yer orbitasida 12 mingga yaqin faol sun'iy yo'ldoshlar mavjud. Shulardan yarmi tijoriy kosmik kompaniyalar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan yer sharini kuzatish, ekin mavsumida ob-havoni prognoz qilish, tabiiy va texnik ofatlarning oldini olish, sayyoralarni o'rganish, xavfli obyekt yoki quyosh nurlarini aniqlash, aloqa va internet tarmog'ini uzatish, qolaversa kosmik turizmni rivojlantirish maqsadida foydalaniladi. Kosmik sanoat iqtisodiy o'sishning kuchli texnologik bazasiga aylanib ulgurdi. Bu eng yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tarmoqlardan biridir. Bugungi kunda barcha rivojlangan davlatlar o'zlarining geosiyosiy manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun kosmik faoliyat muhimligini anglab yetgan. AQSh, Xitoy, Rossiya, Hindiston, Buyuk Britaniya kabi davlatlar bu sohada yetakchilardan sanaladi. Lekin bilasizmi yo'qmi, O'zbekiston ham koinotni o'rganishga paytida o'zining salmoqli hissasini qo'shgan. Yutuqlar qatoriga Tapochda kosmonavtlarni sinovdan o'tkazish uchun samolyotlar ishlab chiqarilgani, Toshkent muhandislik byurosida Oy tuprog'ini yerga olib tushgan qurilmaning yaratilgani, Oyni tadqiq qilish uchun Toshkentda ishlab chiqilgan asbob-uskunalar Nevich posyolkasida sinovdan o'tkazilganini kiritish mumkin. Кто первым пробурил Луну? Мы. Пур. Где сделан? Точка Б. Bu Vladimir Jonibekov, Turkiston zaminidan yetishib chiqqan birinchi kosmonavt. U 1942-yilda Toshkentdan 50 kilometr uzoqlikda joylashgan Iskandar qishlog'ida dunyoga keladi. Jonibekov o'zi amalga oshirgan 5 ta ekspeditsiyaning barchasida kema komandiri bo'lgan. Bu hozirgi kungacha yangilanmagan jahon rekordidir. U koinotga birinchi parvozini 1978-yilda amalga oshirgan. Toshkentda kosmonavtlar metro bekati yaqinidan o'tib, shu byustdagi odam kim ekanligi haqida o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Bu fazogir Vladimir Jonibekov. U o'z paytida shunchalik mashhur odam bo'lganki, hatto kosmonavtlar metro stansiyasida uning surati tushirilgan medalyon ham bor. Keyingi safar metroga tushganingizda albatta ahamiyat bering. 2019-yilda prezidentimiz topshirig'iga binoan O'zbek kosmos qayta jonlandi. O'sha paytda kosmik bozor agentlik uchun yangilik edi. Shu sababli tashkilot birinchi qadamni klassik yo'nalish, ya'ni raketalar, sun'iy yo'ldoshlar yaratish, kosmonavtlarni tayyorlashdan emas, aksincha aerokosmik tadqiqotlardan boshlaydi. O'zbekistonda bozor yo'q edi. Biz sun'iy yo'ldoshni uchirishimiz mumkin edi va keyinchi degan savol turardi. Mayli, uchirdik, hamma qarsak chaldi, tarixiy voqea bo'ldi, butun omma biz haqimizda gapirdi, lekin ertasi kuni biz nima bilan shug'ullanamiz degan savolga javob yo'q edi. Endi hozir O'zbek kosmos agentligida va mamlakatda javob bor. Ya'ni biz agarda hozir o'zimizning milliy sun'iy yo'ldoshimizni koinotga uchiradigan bo'lsak, endi biz undan oladigan ma'lumotlarni qayerga joriy etishni va qanday maqsadda foydalanishni bilamiz. O'zbek kosmos agentligi aerokosmik texnologiyalarni joriy etish orqali bevosita mamlakat iqtisodiyotiga foydasi tegadigan yo'nalish bilan shug'ullanishni boshladi va davlat kosmik monitoringi degan, demakki, unikal loyiha paydo bo'ldi. O'zbek kosmos agentligi huzurida kosmik monitoring va geoaxborot texnologiyalari markazi tashkil etilgan. Bu yerda tahlilchilar sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida qishloq, suv, o'rmon xo'jaliklari, kadastr, ekologiya va geologiya sohalarida kuzatuvlarni amalga oshirib, ehtimoliy qonun buzilish holatlarini aniqlashmoqda. Biz kosmik suratlarni hamkor tashkilotlardan olamiz. Bu Amerika kompaniyalari yoki Amerika, Kanada qo'shma kompaniyalar, Maxar, Planet kompaniyalari hisoblanadi. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, Planet kompaniyasining 130 dan ortiq sun'iy yo'ldoshlari bor. Shuni hisobiga ular har kunlik kosmik surat ma'lumotini bizga taqdim eta oladi. Bizlarning tahlilchilarimiz shu suratda avtomatik yoki yarim avtomatik rejimda o'zgarishlarni topib chiqishadi. Bu ma'lumotlarni ular yig'ib, bepul
hamkor tashkilotlarga taqdim etishadi. 22-yilda shu markaz ochilgan bo'lsa, xodimlar soni 30 ta bo'lgan. 25-yilga keldik, komandamiz 100 kishidan oshib ketdi. Bizning aniqligimiz 90-95% gacha oralig'ida yuradi. Bu hududga qarab turib, 2024-yilda sarf hisobini qiladigan bo'lsa, 100 mingdan ortiq ehtimol yuqori bo'lgan qonun buzilish holatlari aniqlandi. Shuningdek, O'zbek kosmos agentligi SpaceX, OneWeb, NASA kabi kosmik tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Yaqin kelajakda O'zbekistonning shaxsiy sun'iy yo'ldosh paydo bo'lishi ham haqiqatdan yiroq emas. O'tgan yili Xalqaro astronavtika federatsiyasi kongress tashkillashtirishdi Italiyaning Milan shahrida va o'sha kongress davomida O'zbek kosmos agentligi vakillari SpaceX kompaniyasi vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotlar olib borishdi va qilingan ishlarimizni ushbu kompaniya vakillari tomonidan juda yuqori baholandi va bizni o'z oldimizga qo'ygan kosmik sohasida strategiya 2035 ishlab chiqishda ushbu SpaceX kompaniyasi vakillari to'g'ridan-to'g'ri ekspertlik maslahatlarini berishga tayyorliklarini bildirib o'tishdi va bu O'zbek kosmos uchun juda bir muhim voqelik bo'ldi deb bilamiz. Aynan fazogirlarni tayyorlash bo'yicha bu Yaponiyaning QTech degan instituti bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. 7 nafar magistrantni O'zbek kosmos agentligi Yaponiya instituti bilan hamkorlikda Yaponiyaga 2 yil davomida o'qishga yuborishni reja qilgan. Yapon o'sha mutaxassislaridan bizga shunday talab bo'ldiki, tanlovni ular amalga oshirishadi. Biz nomzodlar ro'yxatini ularga taqdim etamiz. O'zbek kosmos agentligi shu o'tgan oylar davomida grant e'lon qildi. Ya'ni O'zbekistondagi yosh 7 nafar magistrantni saralab olish bo'yicha hozir juda ham ko'plab demak arizalar kelib tushgan. Yaponiyalik mutaxassislarning o'zlari o'sha ular bilan suhbat o'tkazib, ularni o'zlari saralab olishadi va ular 2 yil davomida u yerda tahsil olib, yaponiyalik professorlar bilan birgalikda qaysidir ma'noda birinchi O'zbekistonning ilmiy sun'iy yo'ldoshini yasashadi va bu orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan. Keyingi safar kosmonavtlar metro stansiyasidan o'tganingizda yoki koinot mavzusida mahorat bilan chizilgan graffitilarga ko'zingiz tushganida bilingki, O'zbekiston faqat o'tmishda emas, balki hozir ham koinotni zabt etish yo'lida odimlab bormoqda. Bugun soha fidoyilarining sa'y-harakatlarini kuzatdik, balki ertaga O'zbekiston bayrog'i tushirilgan kosmik kema yoki sun'iy yo'ldoshni yerdan kuzatarmiz. Behzod Hoji Hamid Xo'jayev, Rustam Malikov, Begzod Tavisov O'zbekiston vaqti bilan dasturi uchun maxsus tayyorlandi.